35 yoshdan keyin homilador bo'lish mumkinmi? 35 yoshdan keyin ko'pchilik ayollarimiz homilador bo'lishga qo'rqishadi yoki tabiiy homiladorlik uchrash chastotasi kam deb hisoblashadi hamda sog'lom farzandni dunyoga keltirish ehtimolligi past deb hisoblashadi. Bu haqida turli xil doktorlar yoki bo'lmasa ekspertlar xulosa berishadi, ya'ni 35 yoshdan keyin homilador bo'lish qiyin, tuxum zaxirasi kamayadi hamda bolada anomal rivojlanishlar uchrashi mumkinligi haqida aytishadi. Lekin aslida 35 yoshdan keyin homilador bo'lish bu tasodif emas. Ya'ni bunda kerakli tekshiruvlardan o'tib, asosiy kasalliklar, qo'shimcha kasalliklar davolanib turilsa, homiladorlik kuzatilishi va sog'lom farzand dunyoga keltirish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Bunda quyidagi holatlarga e'tibor berish kerak. Davriy kuzatuvlarni olib borish kerak hamda ginekolog qabuliga borib turish kerak. Bunda hayzning sikli, qo'shimcha kasalliklari, endokrin buzilishlar, bo'qoq, ortiqcha vazn, arterial davleniya yoki gipotireoz holatlari uchraydimi, yo'qmi, bachadon miyomasi, adenomioz kabi surunkali kasalliklar uchraydimi, follikullar soni, tuxumlar zapasi qancha ekanligini ginekolog qabuliga va regular tekshirishlar natijasida aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, agarda sizda hayz sikli ravon, har oyda follikullar yetilib yorilayotgan hamda bachadon endometriy qavati yaxshi o'sayotgan, bachadon naylari o'tkazuvchanligi yaxshi hamda eng asosiysi erkaklik faktori inkor qilingan holatlarda siz tabiiy homilador bo'lish ehtimolligingiz yuqori bo'ladi. Bunda qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilish kerak? Sizda hayz sikli normada kelmasligi yoki ultratovush tekshiruvida antral follikullar, tuxumlar zapasi kamligi yoki bachadon naylarining o'tkazuvchanligi buzilganligi, erkaklik faktori yoki bachadon miyomasi, adenomioz, bachadon bo'yni surunkali yallig'lanish kasalliklari aniqlangan holatlarda shifokor qabulida doimiy ravishda bo'lishingiz kerak. 35 yosh va undan katta yoshdagi ayollarimizda tuxumdon zaxirasini yaxshilash hamda sog'lom farzand dunyoga keltirish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish, har kunida eng kamida 7-8 soat tiniqib uxlash hamda zararli odatlar ichish, chekish, har xil gazli ichimliklar iste'mol qilishni cheklash hamda ortiqcha vazn, arterial davleniyani nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Hamda eng muhimi erkaklik faktorini ham inobatga olish kerak. Xo'jayiningiz ham davriy tekshiruvlardan o'tishlari kerak bo'ladi. Homiladorlikka tayyorgarlik uchun yodomarin 200 mg bir kunda bir mahal ovqatdan keyin ertalab iste'mol qilish hamda foliy kislotasini faqatgina homiladorlik bo'lgandan keyin emas, homiladorlikdan oldin ham profilaktik dozada, ya'ni kuniga 400 mikrogramdan tavsiya etiladi. Endi agarda yuqoridagi tavsiyalarga amal qilib turgan holatingizda 6 oy davomida homiladorlik kuzatilmasa, unda bizga murojaat qiling hamda Vatan tibbiyot markazidagi ginekolog xizmatidan foydalanishingiz mumkin.